Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men bugungi kunda Javlonbek asalari shifo Javlonbek klinikasida davolanayapman. Bu yerga kelishdan oldin meni yurak va qon tomirlarida kasalligim bor edi. Ichaklarim shamollovdi. Buyrak yetishmovchiligi bor edi. Kreatinin va mochevina me'yoridan oshib ketuvdi. Oyog'imda shish paydo bo'ldi. Hozirgi kunda Javlonbek asalari shifo klinikasida davolandim. Xudo xohlasa yaxshi shifo topdim. Hozir oyoqdagi shishlar qanaqa natijaga erishdingiz? Qancha foizga? Oyoqdagi shishlar 90% ga xudo xohlasa 90% ga pasayib bo'ldi. Qorindagi shishlarcha? Qorindagi shishlar birinchi kursdayoq qolmagan. Birinchi kursda o'zidayoq tugagan. Yaxshi normallashib qoldi xudo xohlasa. Mochevina va kreatinin mendagi normallashdi. O'z me'yoriga tushdi. Yaxshi. Yurak qon tomir kasallari bo'yicha hammasi yaxshi. Bezovtagachilaringiz yo'q, xudo xolasa. Ulardan shikoyatim qolmadi. Ichaklarimda shamollashdi, hammasi tugadi. Oshqozonimda hazm bo'lishdi. O'tfagimni nimalari shifo topdim. O'tfagimdagi kasalliklardan ham shifo topdim. Hansirashlardanchi qancha foizga yaxshilandingiz? 70%, 80% hansirashlardan shifo topdim. Qutildingiz xudo xolasa. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Endi bu videoni chiqarishda maqsadimiz ham shu, buyrak yetishmovchilik kasalligi bilan kasallangan bemorlar uchun tushuncha bo'lsin degan maqsadda chiqarilyapti. Mana bu akamizning qog'ozlarini ham gruppaga tashlaganmiz, qanaqa natijalarga erishayotganimizni. Xudo xolasa bu kursimizdan keyin ham bugun tugatyapti. Borib yana 4 kun 5 kundan keyin kreatininga, mochevinaga analiz topshiradi xudo xolasa. Yana ko'rsatkichlarimizni yana gruppaga tashlaymiz xudo xolasa. O'zgarishlari yaxshi alhamdulillah. Agar shunaqa kasallar bo'ladigan bo'lsa, ko'ngilda xotirjam qilib kelinveradi, faqat jiddiylashtirib olmasligimiz kerak. Imkon qadar ana kreatinam endi 700-800 bo'lib ketib, o'sha darajaga kelish shart emasda, ertaroq bosqichda kelishga harakat qilish kerak. Xursandmisiz aka shifo topganingizdan? Javlonga va uning jamoasiga men rahmat deyman, tashakkurlar aytaman. Kelinglar, davolaninglar, shifo topinglar. Rahmat katta. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga.